Odam badanining kayfiyat xaritasi. Cho'chish bosh qism va ko'krak bo'shlig'ini sezgirlashtirib o'tadi. Baxt tuyg'usi butun badanni aktivlashtiradi. G'azablanganda usti va osti badanda ro'shan farq shakllanib, odam badani urushga tayyorlik qilishga o'tadi. Qo'rqinish his qilganda ko'krak bo'shlig'i sezgirlashib, put-qo'l bo'shishadi. Bezor bo'lganda kekirtakning sezgirligi eshib, ko'ngli ilishqandek bo'lib, qusqis keladi. Azablanganda put-qo'l bo'shishib, muzlagandek tuyg'u paydo bo'ladi. Parvosiz turib olganda badanda ko'rinarli o'zgarish bo'lmaydi. Kayfiyat turg'iliq holatni saqlaydi. Tashvishlanganda ko'krak bo'shlig'i sezgirlashadi yoki osonda aktivlashib, tit-tit bo'lish, g'am besish tuyg'usi shakllanadi. Muhabbat hissiyoti ikki putdan boshqa barliq qismlarni sezgirlashtirib o'tadi. Qayg'u hasrat put-qo'llarni turmuzlab, sezimni pasiflashtirib, orzu-armonlari yo'qqa chiqqan tuyg'uga keltirib qo'ydi. Mansitmaslik bosh qism va ikki qo'l oltinini sezgirlashtirib o'tadi. Faxrlanish bosh qism va ko'krak bo'shlig'ining sezgirligini oshirib, qaddini tik tutgan tuyg'uni berdi. Xijil bo'lish bosh orqasini sezgirlashtirib o'tadi. Xijil bo'lish ko'pincha hollarda chiroyga chiqib ketadi. Hasad boshni qizitadi. Qizil ko'zlik hasad xo'rliqmi chiroyga chiqib ketadi.